Salom qizlar, bugun sizlar bilan Buyuk Britaniya brendidan gel cleanser haqida to'liq gaplashamiz. Bu gel qanaqa yuzlarga to'g'ri keladi? Yog'li, kombi, ya'ni mana shu zonalar yog'li, bu zonalar esa quruq yuzlarga to'g'ri keladi. Aknega, moyil yuzga ham juda ham mos keladi. Yog'li teri yuzlar kuniga 2 marta foydalansa bo'ladi. Kombi teri yuzlar esa kuniga bir mahal kechki parvarishda foydalansa bo'ladi. Yuzi quruq, ta'sirchan, baryeri buzilgan yuzlarga bu gelimiz tavsiya etilmaydi. Gel cleanser har kunga kechki parvarish uchun moslashgan. Yuzingizda SPF, makiyaj qoldiqlari bo'lsa, 2 etapli tozalash kerak bo'ladi. Birinchi etapda gel bilan makiyaj va SPF ni yuvib tashlash kerak bo'ladi. Ikkinchi etapda penka bilan o'sha SPF, makiyaj qoldiqlarini yana bir marta yuvib tashlaymiz. Hech qanaqa tortilgan hissi bo'lmaydi, poralarni chuqur tozalagan bo'lasiz. Odatda agar kunduzi SPF surib yursangiz, kechki parvarishingizda yuzingiz 2 etapli tozalashga muhtoj bo'ladi. Gel yog' balansini ushlaydi va shu bilan birga yuzimizni chuqur tozalaydi, lekin yuzimizni baryerini shikastlab qo'ymaydi. Xo'p, endi kelinglar gelni komponentlari haqida gaplashamiz. Gel tarkibida sink, zaytun bargi ekstrakti va vitamin E mavjud. Sink yog' ajralishini balanslashtiradi, yallig'lanish va toshmalarga moyillikni kamaytiradi. Zaytun bargi ekstrakti bu antioksidant, tashqi omillar ta'siridan yuzingizni asraydi. Vitamin E esa yuzingizni yumshatadi, tinchlantiradi va qizarishlardan xalos etadi. Gel terini toza, silliq, yumshoq qiladi. Ayniqsa T zonasi yog'li, qora nuqtalari bor, aknelari bor foydalanuvchilar uchun gel juda ham qulay. Gel hidi shaftolini eslatadi. Yuzimizni namlantirib oldik. Endi oz miqdorda gelni olamiz va qo'llarimizda shunaqa aylanma shaklida ko'pirtirib olamiz. Qizlar, sizlarga tavsiya, gelni to'g'ridan to'g'ri yuzingizga ishlatmasdan qo'lingizda birinchi ko'pirtirib olib, keyin yuzingizda shunaqa aylanma shaklida surib chiqing. Burnimizni tozalayotganda ham alohida e'tibor berishimiz kerak. Mana shu chuqur joylarda ham makiyaj, SPF qoldiqlari yaxshi ketmaydi. Shuning uchun yaxshilab shunaqa tozalab olishimiz kerak. Agar bo'yin sohasiga ham SPF sursangiz, uni kechki parvarishingizda yaxshilab penka bilan tozalab yuborishingizni tavsiya qilamiz. Yuzi yog'li qizlarga biz penka bilan 1 daqiqa davomida surib, shunaqa aylanma shaklida masaj qilishni, tozalashni tavsiya qilamiz. Chunki yuzdagi ortiqcha yog'larni ketkizib, uni balansga keltirish zarur. T zonalari yog'li qizlar alohida shu zonalarga e'tibor berishingiz kerak. Umuman tortilish hissi yo'q. Hammaga xayr.